Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tayland turmisidan qochgan 7 nafar Uyg'ur qayta tutildi. Belarusiyada 2020-yilni Uyg'ur adabiyot yili deb e'lon qilindi. Uyg'ur akademiyasi Adolat taraqqiyot partiyasi va Millat Harkat partiyasini ziyorat qildi. Sog'lomlik haqida savat. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 10 yanvar günü 7 nafar Uyg'ur Taylandning sharq shimolidagi Mukdaxon o'lkasidagi tutib turish o'rnidan qochib chiqqan bo'lib, 14 yanvargacha ularning hammasi tutilib qolgan. Bangkok pochta gazetining 14 yanvar xabar qilishicha, bu 7 nafar Uyg'urning eng oxirgi biri dushanba kech tutilgan. Xabarda aytilishicha, harg'in chiroy ko'rinadigan 33 yoshli mutallib Mukdaxon aylanma yo'lidagi bir sement zavodining oldida tutilgan bo'lib, 3 kunlik qashqonlik hayoti oxirlashgan. O tutilgan joy qechib chiqqan Mukdaxon ko'chmanlar saqchixonasiga aran 6 kilometr keldigan bo'lib, ikkinchi Tayland Laos do'stlik ko'rigiga joylashgan. O tutilishdan burun saqchilar uning rasmini har joyga chaplab tutish buyrug'i chiqargan bo'lib, xalqdan ko'z quloq bo'lishni talab qilgan. Keyin bir kishi saqchilarga telefon qilib, bir kishining aylanma yo'lda ketayotganligini ko'rganligini xabar qilgan. Mukdaxon ko'chmanlar saqchi idorasi boshlig'ining 10 yanvar juma kuni bildirishicha, 7 nafar mahbus Bangsaya rayonidagi bir tekshirish punktining tutib turish o'rnidan qochib ketgan. Egilishicha bu 7 Uyg'ur 22 yoshdan 38 yoshgacha bo'lib, ulardan biri qochib chiqqan kun tutilgan. Qolganlari yakshanba kuni tutilgan. Dunyo jamoatchiligining bo'libmi tadqiqotchilar, kuzatuvchilar va organ tashkilotlarining Uyg'urlarning tarixiy madaniyati ham bugungi taqdiriga bo'lgan qiziqishi bag'ansir kuchaymoqda. Qozog'istondagi Uyg'urlarda til, ma'arif, san'at, madaniyat jihatdan xili ilgarilashlarning yuz berayotganligi ma'lum. Bo'libmi Uyg'ur adabiyotining taraqqiyot yo'nalishlari, milliy alohidaliklari haqida tadqiqotlarning elib berilishi natijasida ko'plagan emgaklar yo'riq ko'rmoqda. Bu emgaklar boshqa tillarda nashr qilingan bo'lib, Uyg'ur adabiyoti har millat o'qirmanlarining diqqatini tortishga boshladi. Belorussiyaning 2020-yilni Uyg'ur adabiyoti yili deb e'lon qilishi shuning yorqin bir isbotidir. Muxtar Avizov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bosh ilmiy xodimi, filologiya fanlarining doktori Olimjon Hamroyev apandining aytishicha, Belorussiyaning 2020-yilni Uyg'ur adabiyoti yili deb e'lon qilishi bugungi Uyg'urlarning madaniyat hayotidagi cho'ng bir tarixiy voqea ekanligi, Uyg'urlarning nihoyat boy adabiyotga ega xalq ekanligini, ammo keyingi asrda adabiyotimizning og'ir sinoqlarga duch kelganligini bildirdi. Olimjon Hamroyev Belorussiya va Qozog'istonda Uyg'ur adabiyotining bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur adabiyotining bugungi ahvoli ham umumiy taraqqiyotiga bog'liq ko'plagan maqolalarning e'lon qilinganligini, suhbatlarning uyushtirilganligini ta'kidlab, bu yili Turkiya va Yevropadagi yozuvchilar, shoirlarni tanishtirganligini, Qozog'iston va ona diyorimizdagi yozuvchilarning asarlarining rus va belarus tillaridagi 2 tomlik ensiklopediyasini tayyorlashni planlayotganligini, shundaqla Belorussiyada cho'ng xalqaro ilmiy muhokamalarni o'tkazilganligini ta'kidlagan. Olimjon Hamroyevning Belorussiyaning Neoman jurnalida Uyg'ur adabiyoti bo'yicha bir qator tadqiqotlarni e'lon qilinishi bo'ldi. O'tgan yili Aleksandr Karlyokvichning Shuburshun va uning do'stlari nomli cho'chki Uyg'ur tilida nashr qilindi. Buning oldida mazkur asar o'zbek, tatar, boshqurt, qozoq va boshqa tillarga tarjima qilingan. Abay nomidagi Qozoq Milliy pedagogika universitetining o'qituvchisi, kandidat doktor Shoiram Baratova Qozog'iston Uyg'urlarining madaniy hayotini Uyg'urlarning tarixiy vatanisiz his qilish asla mumkin emas. Chunki Uyg'urlar qayerda bo'lmasin, o'zlarining o'tmish tarixi, bugungi hayoti, turmush tirikchiligi, urf-odatlari, tili, adabiyoti, san'ati, qisqasi Uyg'urlarning milliy kimligi, hozirgi tarixiy vaziyatining Uyg'ur eli bilan zich bog'lanishligini bildirdi. Shoiram Baratova bugungi Qozog'iston Uyg'ur adabiyotining boshqa mamlakatlarga to'nilishida tarjimachilik ijodiyatining muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidladi. U yana Uyg'ur yozuvchilari asarlarining belarus tiliga tarjima qilinib, bu yil Belorussiyada Uyg'ur adabiyoti yili deb e'lon qilinganligining Uyg'ur adabiyoti, madaniyat uchun cho'ng bir yangilik va xo'shallanarli natija ekanligini o'tirib qo'ygan. Uyg'ur akademiyasi bosh katibi, Xitoy tadqiqot instituti mudiri doktor Farhod Qurbon Tangirtog'li apandi va akademiya ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon bilan Anqara universiteti o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmad, Anqara Uyg'ur tadqiqot institutining yordamchi tadqiqotchisi Muhammad Ilhom qatorliqlarning boshchiligidagi Sharq Turkiston hay'ati 14 yanvar kuni tushdan keyin Turkiyaning hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi ishlar mas'ul muavin raisi Javdat Yilmaz bilan ishxonasida ko'rishdi. Adolat va taraqqiyot partiyasiga elib berilgan ziyorat Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi, Xitoy tadqiqot instituti va Uyg'ur tadqiqot instituti vakillari tomonidan birlikda elib berildi. Uchrashishda Sharq Turkiston hay'ati Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Xitoyning jazo lagerlari bilan vatan ichi sirtidagi Turkiyadagi Uyg'urlarning mavjud masalalarini kun tartibga keldi.
Adalet ve Taraqqiyot Partisi Tashqi ishlar mas'ul muavin raisi Javdat Yilmaz irqdosh va dindosh qarindoshlar bo'lgan Uyg'urlar uchun Turkiyaning qo'lidan kelishcha yordamda bo'lganligini va davomli Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur Akademiyasi bosh katibi, Xitoy tadqiqot instituti mudiri doktor Farhad Qurbon Tangirtog'li apandi bilan Akademiya ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon birlikda 14-yanvar kuni tushdan keyin Millatchi Hareket Partisi Mersin parlament a'zosi O'ljoy Kilavuz apandi bilan parlament ishxonasida ko'rishdi. Uchrashda doktor Farhad Qurbon Tangirtog'li va Abdulhamid Qaraxon Millatchi Hareket Partisi Mersin parlament a'zosi O'ljoy Kilavuz apandining Turkiya parlamentida Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dayotganligiga rahmat etib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur Akademiyasi va Xitoy tadqiqot instituti nomidan tashakkur plakati taqdim qildi va bundan keyin izchil holda Uyg'urlarni qo'llashini talab qildi. Arqadan doktor Farhad Qurbon Tangirtog'li O'ljoy Kilavuz apandiga yangidan qurilgan Xitoy tadqiqot institutining ilmiy xizmatlarini tushuntirib, Xitoyning Sharq Turkiston va Turkiya siyosati haqida yozilgan Xitoyning G'arbiy rayon nazariyasi nomli ko'k toshliq kitobning 4-chi sonini taqdim qilib, Xitoyning Uyg'urlar, Turk dunyosi va Turkiya haqida planlab amalga oshirayotgan razil suiqasdini anglatdi. Shundaqla Uyg'ur tadqiqot instituti tarafidan tayyorlangan jazo lagerlari to'g'risidagi doklati sunilish bilan birga Uyg'ur Akademiyasi tarafidan tayyorlangan vatan ichi sirtidagi hamda Turkiyadagi Uyg'urlarning mavjud masalalari haqidagi doklat O'ljoy Kilavuzning foydalanish uchun sunildi. Millatchi Hareket Partisi Mersin parlament a'zosi O'ljoy Kilavuz haqliq bo'lgan Sharq Turkiston davosini Turkiya parlamentida va har yerda qo'llaydiganligini, qo'lidan kelishicha Uyg'urlarga hamdamda bo'lganligini ifodaladi. Amerika tadqiqotchilari minglagan oiladagi chang tuzon avrishkilarini analiz qilish orqali har bir oiladagi chang tuzonda o'ttir hisob bilan taxminan 2000 xil zamburug' va 7000 xil bakteriya bo'lganligini bayqadi. Oila turishliq rayon, oila a'zolarining turmush odati va oilada ermak hayvonlarning bor yo'qligi qatorliq omillar oiladagi mikrojonliqlarning turiga bevosita ta'sir ko'rsatadi ekan. Zamburug' haqiqiy hujayra yadrosiga ega bo'lgan bir turlik mikrojonliq bo'lib, ko'kartguchi zamburug' va ich tutquchi zamburug'lar ko'p uchraydigan zamburug'lardir. Bakteriya bo'lsa taxlidiy yadroga ega bir turlik mikrojonliq bo'lib, kishilarga tunishliq bo'lgan cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi va uzumsimon sharchi bakteriyasi dal mushu bakteriya cho'ng oilasiga tava bo'ladi. Zamburug'lar odatda kishilarning kiyim-kechaklariga yepishib olish orqali yoki ochiq turgan eshik derazlar orqali uyga kiradi. Shunga ularning turlari oila turgan rayon bilan munosabatli bo'ladi. Biroq tadqiqotchilar kishilarning oilalardagi bu mikrojonliqlardan bak ansirab ketmasligini, ularning ko'p qismining ziyonsiz ekanligini, hatto ba'zilarining foydali ekanligini eskartadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.